Assalomu alaykum. Spektrum geometri 6-8 kitobimiz bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz proporsiya va masshtabli chizmalar mavzusi, ya'ni proportion and scale drawing. Xo'p, demak scale masshtab, scale drawing masshtabli chizma. Bilamiz, masshtabli chizma, ya'ni masshtab ikki xil bo'ladi. Kattalashtiradigan masshtab va kichkinalashtiradigan masshtab. Xo'p, kichiklashtiradigan masshtab, masalan, bir bo'lingan 400 masshtab berilgan bo'lsa, bu kichiklashtiradigan masshtab. Bu real, haqiqiy o'lchamni 400 marta kichraytiradi degan. Endi kattalashtiradigan masshtab asosan shuni teskarisi bo'ladi. Masalan, 400 bo'lingan 1 bo'lsa, haqiqiy o'lchamni 400 marta kattalashtirdi degan ma'noni bildiradi. Demak, mana bu bir haqiqiy o'lcham. Shu ko'rinishda beriladi, nisbat ko'rinishda masshtab. Endi biz masalalarimizga kelamiz. Demak, birinchi masalamizda ogaya tasvirlashda xaritani masshtabini, ya'ni 1 inch masofaga 11 mil to'g'ri kelar ekan. Ya'ni xaritadagi 1 inchga real hayotdagi 11 mil masofa to'g'ri kelar ekan. Agar xaritada 20 inch bo'lgan masofa real hayotda, ya'ni ogaya qancha kenglikka ega deyapti. Xo'p, biz uni proporsiya qilib yoki nisbat qilib ishlaydigan bo'lsak, 1 inch 11 milga to'g'ri keladi. 20 inch x milga to'g'ri keladi. Demak, cross qilib ko'paytirsak 1 kara x 11 kara 20. 1 kara x 11 kara 20. Bundan x kelib chiqadi 220 mil ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi masala. Xo'p, bizga ozodlik haykali 305 fit balandlikka ekanligi aytilyapti. Chizmada esa 1 inch, chizmadagi 1 inch 5 fit masofani ga teng ekan, ya'ni 5 fit masofaga teng ekan. Demak, ozodlik haykali chizmada qanchaga teng bo'ladi, uni bo'yi, chizmadagi bo'yini so'rayapti. Xo'p, biz agar nima qiladigan bo'lsak, proporsiya 1 inch 5 fit x inch 305 fit. Xo'p, cross qilib ko'paytirsak 5 kara x 1 kara 305. Demak, 305 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 61 inch bo'ladi. Uchinchi masalaga keldik. Uchinchi masala shartni nima deyapti? Xaridor Lens Photoshopdan 24 duyum uzunlikdagi afisha yaratish uchun fotosuratni kattalashtirishni so'radi. Ya'ni 24 duyumli o'lchamda kattalashtirish kerak. Lekin original o'sha foto rasm 6 inch ekan. 6 inchni 24 ga kattalashtirish kerak, 24 inchga. Savol nima bu yerda? Har bir inch necha inchga kattalashishi kerak? Ya'ni 1 inch necha inch bo'lishi kerak? Ya'ni 6-24 bo'lishi uchun. 6 inch uzunlik 24 inch uzunlikka kattalashishi uchun har bir inch necha inchga kattalashishi kerak? Necha marta kattalashishi kerak? Xo'p, buni proporsiya qiladigan bo'lsak, 6 inch 24 bo'lishi kerak. 1 inch x desak. Xo'p,
6 kara x cross qilib ko'paytiradigan bo'lsa 24 kara 1. 6x teng 24, x teng 4 inch chiqar ekan. 4-chi masala. Xo'p, landshaft dizayneri mijoz hovlisining masshtabli chizmasini chizibdi va chizmada 2 inch 5 fit uzunlikka teng ekan. Agar hovlining kengligi 70 fit bo'lsa, chizmada uning kengligi qancha bo'ladi? Ya'ni necha inch bo'ladi chizmada? Xo'p, proporsiya qilib, nisbat qilib ishlaydigan bo'lsa 2 inchga 5 fit to'g'ri keladi. 70 fit necha inch bo'ladi? X. Xo'p, cross qilib ko'paytsak 5 ni x ga ko'paytiramiz, 2 ni 70 ga. 5x teng 140. X ni topadigan bo'lsak, 140 ni 5 ga bo'lib 28 inch chiqadi. Demak, bu mavzumizning oxirgi, ya'ni 5-misoli, 5-masalasi. Xo'p, murabbiy o'yinni loyihalash uchun, o'yin strategiyasini ishlab chiqish uchun maydonni masshtabli chizmasdan foydalanar ekan. Demak, agar chizmada 27,5 santimetr uzunlikka ega bo'lsa, aslida chizmadagi 1 santimetr real o'lchamdagi 4 metrga teng ekan. 27 santimetr uzunlikdagi chizmadagi o'lchamni haqiqiysini o'lchamini, ya'ni futbol maydonining haqiqiy o'lchamini topishimiz kerak. Demak, 1 santimetr 4 metrga nisbati 27,5 santimetrni x metrga nisbati. Xo'p, nima qiladigan bo'lsak, proporsiya 1 kara x 27,5 kara 4. Bunda 1 kara x x ga teng, 27,5 ni 4 ga ko'paytirib 110 metrga teng bo'ladi. Demak, haqiqiy o'lchami maydonning 110 metr ekan. Xo'p, keyingi mavzumiz ham problem solving, ya'ni masalalar yechish aynan shu mavzuga oid. Demak, bitta-bitta ishlab ketaveramiz bu mavzudan ham. Demak, birinchi masalamiz ko'prikning uzunligi 440 yard ekan. Agar masshtabli chizmada 1 inch 1 yardga teng bo'ladigan bo'lsa, ko'prikning bizga chizmadagi uzunligini so'rayapti. Ya'ni chizmadagi uzunligi necha inch deyapti. Xo'p, 1 inch 1 yardga teng bo'lsa, 440 yard 440 inchga teng bo'ladi. Xo'p, birinchisini og'zaki ishlasak ham bo'lar ekan o'zi. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, xaritada 2 inch teng ekan 19 milga. Agar mamlakat 76 mil kenglikda bo'lsa, xaritada qancha inch bo'ladi deyapti. Xo'p, 2 inch teng 19 mil, ya'ni 2 ni 19 milga nisbati 76 mil necha inch bo'ladi? X qilib topadigan bo'lsak, demak 19 kara x 2 kara 76. Xo'p, bundan x ni topadigan bo'lsak, ya'ni 2 ni 76 ga ko'paytirib 19 ga 8 inch bo'ladi. Demak, o'zi masala problem solvinglarda mana bu masalani alohida yechish uchun joy qoldirilgan va javobini mana bu yerga yozib qo'yamiz. Xaritada the map is, xaritada necha inch? 8 inch kenglikka teng. Keyingi masalamiz. Xo'p, baliqning rasmi, ya'ni baliqning o'zi 8 santimetr bo'lsa, rasmida 3 santimetr bo'lib qolar ekan. Ya'ni masshtab shunaqa.
agar aktual haqiqiy o'lchami agar 12 santimetrga teng bo'lgan baliq shu chizmada qancha bo'lib qoladi? Demak, 8 santimetr balig'imiz 3 santimetr bo'lib qolsa, 12 santimetrlik balig'imiz 2 santimetr bo'ladi. Demak, proporsiya qilsak 8 ni cross ko'rincha ko'paytirsak 8 ni x ga ko'paytiramiz, 3 ni 12 ga. Demak, 3 kara 12 36, 36 ni 8 ga bo'lsak 4,5 santimetr bo'ladi. Nimada? Chizmada. Ya'ni rasmda. Xo'p, 4-masalada arxitektor qurilayotgan uyni nimasi chizmasini chizibdi, masshtabli chizmasini. Xo'p, demak, 2 inch 3 fitga to'g'ri kelibdi. Agar chizmada 24 inch balandlikka teng bo'lsa, haqiqiy aktual balandligi so'ralyapti bizdan. Demak, 2 inch 3 fitga teng, 24 inch x fitga teng. X ni topadigan bo'lsak, 2 kara x 3 kara 24, 2 kara x teng 3 kara 24 72 bo'lsa, 72 ni 2 ga bo'lsak 36 fit bo'ladi. Xo'p, 5-masalamizda nima deyapti? Yangi mashinani chizmasi chizilayotgan masshtab qanaqa ekan? Qanaqa masshtabli chizmada chizilayotgan ekan? 4 inch 5 fitga teng keladigan masshtabli chizma chizilyapti. Agar shu chizmada mashinani chizmadagi o'lcham 10 inch bo'ladigan bo'lsa, uni haqiqiy o'lchami qanaqa ekanligini topishimiz kerak. Xo'p, demak, 4 inch 5 fitga to'g'ri keladi. 10 inch x fitga to'g'ri keladi. Demak, 4 ko'paytirilgan x, 5 ko'paytirilgan 10. Demak, 50 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 12,5 fit chiqadi. Oxirgi masalamizda nima deyapti? Mashhur shaxsning haykali bor ekan, haykalchasi. Haykalchani masshtabi qanaqa ekan? Real hayotda 8 inch bo'lsa, haykalchada uni nimasi 1 inch bo'lar ekan. Demak, bu degani 8 marta kichraygan ko'rinishi ekan haykalcha. Bizda aytayapti, agar insonni bo'yi 5 fit 4 inch bo'lsa, ya'ni yoki 5 fit 4 inchi teng 64 inchga, agar bo'yi 64 inch bo'lsa, real hayotda, uni haqiqiy hayotdagisi 64 bo'lsa, haykalda 8 marta kichrayardi, to'g'rimi? Qancha bo'ladi deb aytayapti bizga. Demak, biz aytdik, 8 marta kichrayadigan bo'lsa, 64 inch ni 8 ga bo'lsak, 8 inch bo'lib qoladi haykalchada. Uni bu. Xo'p, 2,8 darsimiz ham masalan, ya'ni 2,8, bunisi ham 2,8 ekan. Demak, ikkalasi ham masshtabga oid masalalardan iborat. Ikkinchi mavzuimiz ham. Shuning uchun yuqoridagi masalalarga o'xshagani uchun tezroq ko'rishga harakat qilamiz. Demak, birinchi masalamizda nima deyapti? 1 inch 2 fitga teng. 1 inch teng ekan 2 fitga. 27 inch qanchaga teng bo'ladi? Bundan 54 fitga tengligi kelib chiqadi. Demak, nisbatan qilib turmasdan og'zaki ishlab ketsak bo'lar ekan. Keyingisi ham shunaqa. 1 inch 4 fitga teng deyapti. 20 inch, demak 80
fitga teng bo'ladi. Uchinchi masalamiz. Uchinchi masalamizda 1 inch 2,5 ya'ni yarim fitga teng. Demak 8,5 fit bo'lsa, 1 yarmi bo'ladigan bo'lsa, 8,5 bo'lish uchun demak 17 ni yarmi 8,5. 17,5 inch. Shunaqa og'zaki ham ishlab ketaversa bo'ladi. Ya'ni bu akida nisbat proporsiya qilib ishlasa ham bo'ladi. Bular og'zaki ishlab aytib ketsa ham bo'ladi. Demak, xaritada yarim inch, ya'ni 2dan 1 inch 3 milga teng. Bizda 4,5 inch qancha bo'ladi? Necha mil bo'ladi? Ya'ni yarim inch 3 mil, 4,5 inch 9 marta katta bo'lishi kerak. Yarim inchdan 4,5 inch. Demak, u 27 mil bo'ladi. Buni ham 9 ga ko'paytirsak. 5-chi, 6-chi masalamizda bizdan endi masshtab so'ralyapti. Marisa deyapti, o'z uyining masshtabli chizmasini chizmoqda, ya'ni chizmasini chizmoqda. Uyini haqiqiy o'lchami 49 fit. Lekin chizmada chizib bo'lgandan keyin uyni chizmadagi o'lchami 7 inch bo'lib qoldi. Ya'ni 7 inch teng bo'ldi 49 fitga. Bundan masshtab topadigan bo'lsa, ikkala tomonni ham 7 ga bo'lsak, 1 inchimiz 7 fitga teng bo'lar ekan. Bu xaritani nimasi desak bo'ladi? Masshtabi. Mavzuning oxirgi masalasi ham o'sha masshtab topishga oid. Demak, o'zi aslida 8 fit uzunlikka ega bo'lgan, lekin xaritada 10 inch bo'lib qolgan. 10 inch 8 fitga teng bo'ldi. Demak, ikkala tomonni ham agar 10 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 10 ga bo'ldik, 8 ni ham 10 ga bo'ldik. 10 ni 10 ga bo'lsak 1 inch teng, bularni 2 ga qisqartirgan 4/5 fit bo'ladi. Bu xaritamizning nimasi? Masshtabi. Xo'p, shuning bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.